Assalomu alaykum. Kecha qo'yilgan konditsioner LG inverter C05 ashga chiqib qolgan. Hozir shuni to'g'rilab berishga harakat qilamiz. Hozir ochib ko'rsak, mana burada harantulib yuborgan. Подключение LG'da tashqarida bo'lar ekan. Faqat agregatdan, fendan emas, ustanov qilayotganda tizim tashab ketiladi, faqat agregatdan qiladi подключениeni. Mana bu fenga ketar ekan. Elena bu подключение faqat anaqada bo'lar ekan, agregatda. Bismillahirrohmanirrohim. Batareyasini olib tashlaganmisizlar buni? Batareyasini olib tashlashgan ekan hozir. Подключение faqat agregatdan LG'da. Fendan ulab chiqarsangiz C05 ashga chiqib qolar ekan. Kecha ustanovga qilishgan. Buni to'siq doli sug'urib beramiz. Bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Agregat yonmayotdi. Xudo xolasa ana ventilyator aylanishni boshladi. C05 ashga chiqsa ustalar mana shu LG'da inverter 18 talik bu. Agregatdan olib tushiradilar. 220 ni. Xudo xolasa ishladi motori ham. Zo'r. Bo'ldi, amaki yondi xudo xolasa.